Vivo'ning kamerasi iPhone'dan o'tib ketganiga 2 yildan oshdi. Ham sifatda, ham udobstvada. Hozir buni sizlarga isbotlab beraman. Qo'limda iPhone 5 Pro, misol uchun, yonbosh qilib, mana rasmda olinadi. Shunday holatda emas, mana shunday holatda olinadi. Rasm qanaqa darajada chiqishini hozir ko'rasizlar mana. Orqada turib olinyapti. Ol, mana. Xuddi shu masofada olindi. iPhone'da olingan rasm. Bu dokument kerak bo'lsa, ba'zi narsalar ko'rinmay qolishligi mumkin. Endi bo'lsa, Vivo'da unaqangi qimmat bo'lmagan C30 Pro Mini modelida dokument rejimini olyapsiz mana. Qiyshiq holatda, qiyshiqroq qilib olgan yana. Mana. Ko'ryapsizlar, telefon qadi, bu qadi. Ol. Ko'ryapsizlarmi? Kir. Birga bir to'g'ridan olingandek qilib ko'rsatib beradi, akalar. O shu o'rmagan bu narsalarni. Ko'ryapsizlarmi? Endi iPhone'ni ko'ringlar qana olgan. iPhone'ni ko'rsat. Ko'ryapsizlarmi? Ikkovsi bir xil joydan olindi. Ikkita rasm bir xil joydan olindi, lekin Vivo sizlarga ancha udobstvani saqlab berdi. Mana Vivoda olingan, xuddi shu joydan olingan, bu iPhone'da olingan. Mana shu joyga bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu videoda iPhone'ning kamerasi somsa qo'radi deydigan somsa oshnalarga jo'natib qo'yinglar. Montiga o'xshab yuraversin iPhone'ni maqtab.